Assalomu alaykum, bizni YouTube kanalimizda kuzatadigan obunachilar. Mana Xudo xolasa Andijon viloyati Asaka tumanidagi o'ta go'zal holatdagi ishimizni sizlarga taqdim etmoqdamiz. Mana shu chekalarimiz hozirgi kundagi oppoq fasonda, ichki dela fasonda bo'lyapti. Mana o'rtalariga shaxmat terganmiz. Xolasa ko'rishingiz mumkin. Sizlarga hozir to'liqroq ma'lumotini berib o'tib ketaman. Bu xonadonimiz bitdi deyarli. Endi ish topshirgani keldik. Xudo xolasa sizlarga mana shu darvozaxonamiz, keyin shapkalarni to'liq obzor qilib beraman. Keyin qancha bo'ldi kvadratlarni sizlarga ham aytib ketaman. Mana shu shapkamiz, mana shu boshidan oxiriga cho'r, mana tagida apshipkalari bilan mana darvozaxonamiz, keyin ko'cha tomonda ham uzun bitta shapkamiz bor. Shular bilan hammasi bo'lib 188,5 kvadrat tunuka ketdi shu joyimizga. 188,5 kvadrat atrofida tunuka ketdi hisobladik. Bizda nimaga ko'payib ketadi bilsanglar, mana shu bukilishlari bilan hisoblanadi. Mana karnizlari yo'q, hamma yo'g'i mana shu yerga ketganki tunuka hisoblanadi. Shuning uchun kvadrat ko'payib ketadi. Misol joyingiz o'zi misol 20 metrga 1 metr bo'lsa, 20 kvadrat bo'lsa, bizda 35 kvadratdan 42 kvadratgacha o'zgaradi. U tanlagan fasoningizga va tunikaning ketish kvadratiga qarab hisoblanadi. Misol mana bu karnizlarimiz o'rniga oddiy karniz bo'lsa, kichkina karniz kvadrat ozayadi. Shunisi ham farq qiladi. Mana bunaqa navoli karniz, bagati karniz qo'ysak, kvadrat ko'payadi. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. U tanlagan fasoninglarga qarab kvadratini chiqarib beramiz biz. Xudo xolasa ishlarimiz vodiy bo'ylab qilmoqdamiz. Agar sizning ham uyingizga shunaqa chiroyli tunuka fonlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Keyin aytgancha mana bu tarnovlarimiz отдельный metrga yuradi bu. Tarnov qo'yilmagan bo'lsa, metrga hisoblab qo'yamiz. Hozirgi kunda 60 ming choksiz tarnovimiz bor, u 70 ming so'mdan qo'ymoqdamiz. Hammaga rahmat. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar, sizning ham uyingizni shunaqa chiroyli qilib beramiz.